O'rtoqlar, Chilonzor, Qo'zg'orobod mahalladan uy so'raganlar bormidi? Bitta zo'r variantimiz chiqqan. Shundoqqina Qo'zg'orobod chorraha, Do'mbrobodda chorrahasida joylashgan 5 qavatli g'ishtli uyimizni 5-etaji 3 xona 75 kvadrat o'rtoqlar. Kirib yashashlik uchun tayyor xonadon. O'rtoqlar, xonadon yo'l yuzida joylashgan. Bundan tashqari shaxsiy avtoparkovka, детский площадка и barcha magazin, bog'cha, maktab qulayliklarga ega. Xo'p, planovka bilan ukamni, ya'ni uy egasini o'zi tanishtiradi. Bobur bitta uy planovkasi bilan o'zingiz tanishtiring. Xo'p, bu yoqdan kiriladi. Kirgandan keyin sirazu bu yoq oshxona bo'ladi. Oshxona bu yoqqa olib chiqilgan nima hisobiga, чтобы kattaroq bo'lish uchun. И pastda parkovkasi bor, o'zini hamma hujjatlari bor. Bu qism pol, o'ng tarafda sirazu hammom keladi. И chap tarafda уже bu yog'i hojatxona. Hop, o'rtaga o'tsak agar, bu yoqda zal qismi, hamma mebel texnikalari, televizor, konsert hammasi qoladi. И chap tarafda shundoq ota-onalarga spalniy. Bu yoq qismda razdelning bolalar xonasi. Ikkita kravat hammasi bor. O'rtoqlar, uyni Bobur ukam o'zi uy egasi planovka bilan tanishtirdi. Uy skvaznoy holatda, ikkala tomonda oynalari ham bor. Yoritishda muammo bo'lmaydi. Bu tomonda veranda, u tomonda kichkina balkon, yo'l yuziga qaragan, shundoqqina xirurgiya chorrahaga qaragan. O'rtoqlar, narxi keladigan bo'lsa, uy egalari bilan, ya'ni Bobur yana adalari bilan kelishgan holda 75 ming qo'yganmiz. Chilonzorga. Nima deysizlar? Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyaga yozishni esingizdan chiqarmanglar. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Videoga like bosinglar, bizlarni kuzatishni albatta davom etinglar.